Turkiyada mashhur, Toshkentda ommalashib kutilayotgan shunaqa nam islak burgerlarini retsepti bilan bo'lishga harakat qilamiz. Ishimizni qayta tayyorlab olishdan boshlaymiz. Saryog'ni solib, erigandan keyin mayda to'g'ralgan piyozlarni tillarang qilib qovurib, qirishdan chiqarilgan pomidor, tomat pastasi hamda ketchup qo'shamiz. Tabga ko'ra tuz, murch, ozgina achchiq berish uchun paprika hamda 400 g suvini qo'shib qaynatib qo'yamiz. Hech narsa qo'shilmagan yog'siz sifatli mol go'shtidan farsh qilib olib 60 g dan o'lchab olamiz. Sifatli burger bo'lachkalarini o'rtasidan kesib tayyorlab olib qo'yamiz. Tavamizni olovga qo'yib qizib olgandan keyin ozgina yog' solib, farshimizni yaxshilab bosib, pachoqlab olib, tabga ko'ra tuz, murch berib aylantiramiz. Orqa tomonini o'girib olgan farshimizni yana bir marta yaxshilab ezib, tuz, murch beramiz. Nonimizni pastki qismini sousga botirib, kokletimizni qo'yib, ustki qismini ham yaxshilab sousga botirib, ustini yopamiz. Suv qaynab, barcha qismlariga yetkazib, namlantirib beradigan qasqonimizni ichiga tayyor burgerlarimizni terib chiqamiz. Mabodo qasqon topilmasa, qozonni tagiga ozgina suv to'ldirib, kosani orqa mechasiga qo'yib, ustiga laganni ustiga burgerlarimizni terib yopib qo'ysak ham xuddi shu vazifani bajaradi. 5-7 minut davomida usti yopiq holatda parlanmagan, sochli, nam holatga kelgan burgerlarimiz iste'mol uchun tayyor. Ko'rinishiga o'zingiz baho berishingiz mumkin. Turkiyada aynan original retsept qanaqaligi haqida to'liq ma'lumotga ega emasman, lekin uy sharoitida qo'ldan kelgancha tayyorlab ko'rishga harakat qildik xolos. To'liq retsept video ostida xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.